Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Yaxshi tudinglarmi? Yevropa Birligi bilet tashlash, ovoz qo'yish orqali Xitoy hukumati bilan bo'lgan mablag' silish sud kelishimnomasini amaldan qoldirib, to'ntib etish qarorini ma'qullabdi. Bu Xitoy hukumatining beshiga qora bulutlar turkumlab kelib, osmonda chaqmoq chaqqandek, chaqmoqning bir uchi Junanxayga tushgandek dahshatlik bir cho'ng xabar bo'ldi. 40 yildan buyon Xitoy hukumati Yevropa Birligi bilan o'tkazgan Shernay kunlari barbod bo'lib, so'g'oq urush davriga, ya'ni muz davriga qadam tashlabdi. Yevropaning Xitoy davlatiga mablag' silish kelishimnomasini ma'qullash uchun Xitoy hukumati 10 yilga yaqin zo'r ajr sarf qilib, amalga oshirishga oz qolgan savdo kelishimi edi. Bu savdo kelishimi dastlabki qadamda, ya'ni bultur 12-oyda birinchi bosqich imzolash kelishimi imzolangan edi. Bu imzolash kelishimiga Germaniyaning prezidenti Merkel xonim intayin kuchigan bo'lib, ya'ni Xitoy davlati degan bir iqtisodiy gavda bilan Yevropa Birligi iqtisodiy gavdasi birlashadigan, Xitoy davlatining paxol-mollari Yevropani qoplaydigan, Yevropa Birligining esil ozuqliq yemaklari Xitoy davlatiga to'shiladigan, Germaniyaning mashina sanoat bozori Xitoy davlatiga tayinadigan bir vaziyat shakllanish oldida turgan edi. Ko'rinishda Xitoy hukumati bilan Yevropa Birligi savdo tijoratda o'zaro hamkorlashadigan, o'zaro manfaat yetkazadigan, Amerika davlatini chetga qeqib, Yevropa davlatlarini olqiniga tushirib, Xi Jinping jar silib kelayotgan bir yo'l bir balvoqning asosiy gavdasini mustahkam qilmoqchi edi. Amerika davlatining sobiq prezidenti Trump afandimning davridan boshlangan Xitoy hukumatiga iqtisodiy jazo yurgizish, Xitoy hukumatiga yurgizayotgan jazoni Joe Biden hukumatining davrida qadam-qadam kuchayayotgan mana shunday bir vaziyatda Xitoy hukumati Yevropa Birligi bilan mablag' silish savdo kelishimnomini amalga oshirib, jinini qutqazmoqchi bo'ldi. Amerika davlati Yevropa Birligi Yaponiya bozori orqali Xitoy hukumati bugun kuni qadar zo'rayib kelgan edi. Bugun Yevropa vaqti tushdan keyin Yevropaning har qaysi davlatlarining asosiy rahbarlari Yevropa Birligi parlamentida bilet tashlash, ovoz qo'yish orqali Yevropa Birligining Xitoy hukumatiga nisbatan muz to'nglash davri yetib keldi. Bundaq bo'lishdagi sabab Xitoy hukumati vatanimiz Sharq Turkistonda Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan irq qirg'inchilik jinoyati asosli sabab bo'lgan. Ya'ni Xi Jinpingning atalmish Xinjiangga yurgizgan siyosatining natijasi. Ya'ni Uyg'ur masalasini asos qilgan yer shari xarakterlik Xitoy hukumatiga qarshi bir atmosfera shakllanyotdi. Allohning o'rlashtirishi bilan Xitoy hukumatini barbod qiladigan bir ufuq ko'rinyotdi. Yevropa Birligining Xitoy hukumatiga mablag' silish savdo kelishimnomasini bilet tashlash yuqori ovoz bilan to'ntib etish qarornomasining ma'qullashi Uyg'ur xalqi uchun tiklangan bir obida. Vatanimiz Sharq Turkiston Uyg'uristonda yashayotgan Uyg'urlar ustidan Xitoy hukumatining yurgizgan zulmi chekidan eshib ketganligi, buni ko'rgan Yevropa Birligi atalmish Xinjiangdagi Xitoy rahbarlarini jazolash qarorini chiqargan. Lekin muttaham Xitoy hukumati norozilik bildirish va o'ch olish uchun Yevropa Birligidagi rahbarlarga jazo yurgizish qarorini chiqargan. Xitoy hukumatining bu qarori Yevropa Birligidagi davlatlarning texmu g'azabini o'rlatib etgan. Natijada Xitoy hukumatiga jazoni texmu kuchaytirib, Yevropa Birligi bilan Amerika davlati Xitoyga qarshi bu kurashda texmu zo'r kuchga aylandi.